Bu belgi nimani anglatadi? Bugun siz bilan muzlatgich tanlashda aynan qaysi belgilarga ahamiyat berish kerak ekanligi haqida gaplashamiz. Barcha muzlatgichlarda uchrovchi shartli belgilar bilan Volna KD 328F modelida tanishamiz. A+ muzlatgich ishlashi uchun talab qilinadigan kuchni ko'rsatadi. KD 328F modelini kuchlanish uchun 185 dan 230 voltgacha talab qilinadi. L muzlatgichning umumiy hajmini anglatadi. KD 328F modelining umumiy hajmi 298 litr. dB muzlatgich muzlash uchun qanday kattalikda shovqin chiqarishini ko'rsatib beradi. KD 328F modeli 42 detsibel balandlikda ovoz chiqaradi. Sifatli materiallardan tayyorlangan zamonaviy dizaynga ega bo'lgan Volna muzlatgichlari oilangiz uchun eng yaxshi tanlov. Minimal energiya bilan maksimal muzlikka erishing.